Assalomu alaykum va rahmatulloh do'stlar. Hammaga xayrli kech bo'lsa ham yangi tovarlarimiz keldi, qo'yib beramiz. Xudo xolasa ko'ringlar. Redmi, Samsung, iPhone hammasidan bor. Xiaomi 15T deb qo'ydingmi, qo'ymadingmi? Pashti $100 arzoniga 12 ga 512 talik yangidek. O'ta dahshat ekan. Ikkitadan chexollari ko'ringlar. O'zim ishlatib ko'rdim. iPhone kamerasi bilan solishtirib ko'rdim. G'aji zo'r ekan haqiqatda kamerasi. Endi iPhone'nikiga zo'r deyman-ku. O'ta dahshat ekan. 4.200.000 deyapmiz yangidek. Umuman egasi aytyapti, o'yin-po'yinda ham deyapti, hamma telefoni qizib ketib bosh bo'lsa ham deydi, bu umuman qizmaydi ekan deyapti aka deyapti. Haqiqatda kuchli telefon ekan, tavsiya qilamiz. Xiaomi 15 ta ko'ringlar. Puliga inshaalloh arziydi. Boshqa joyda $400 dan $500 gacha sotilyapti mana shu telefonlar. O'zim ham bugun ko'rdimda, haqiqatda qimmat sotib 12 ga 512 talik yangidek. Kimga kerak bo'lsa marhamat tavsiya qilamiz. 4 million so'm qilib beraman oxiri bizga obuna bo'lgan bo'lsanglar. 15 ta 12 ga 512 talik yangisi 12 ga 512 4 million so'mga. iPhone XR'ni ko'ringlar. Ideal holatda, faqat face yo'q, 79 yomkisda 128 talik 1 million 700 ming so'mga. O'ta ideal holatdagisi bor, 2 million 100 deyapmiz, 2 million qilib beramiz. 90 yomkisda 64 taligi. Endi iPhone XS korobka dokumentlar bilan 100 yomkisda 64 talik face turibdi. O'ta tiniq holatda 1 million 800 ga bunisi. Redmi Note 15 Pro $220 ga yangidek ozgina ishlangan holati 200 megapiksel kamera, 8256 talik haqiqatda yangidek garantiyalari bilan inshaalloh telefonimiz O'zbekiston bo'lib dastavka bor, aloqaga chiqaverasizlar. Mana 8 operativ 256 GB xotira $220 qilib beramiz. U 2 million 600 ming so'm atrofida bo'ladi shunaqa. iPhone 12 Pro bezimeyka holati yaxshi, ayblari orqa kirishkasida sinig'i bor edi, alishtirib qo'ydik. Original zo'r qo'yildi. Ekranida bilinar-bilmasdan bitta qora tochkasi bor. 74 yomkisda puli arzon, lekin 256 GB xotira imeykadan o'tmagan holatda 2 million 200 ming so'm oxirgi narx, kap ekan narx. iPhone 13 Pro Blue o'ta ideal holatda A+ variantda 90 yomkisda 128 talik o'ta ham ideal holatda telefonimiz $430 deyapmiz, 420 ga oxiri. Samsung A90 5G o'ta ham zo'r holatda edi, mana sinishdan oldim. Mana yerda jichcha orqada kirishkasida sinig'i bor. 30-40 mingga qo'yib bersa kerak, kirishkasi ham arzon bular. 6 ga 128 dagi ekranlari toza yaxshi. Ozgina foni bor bularda, endi AMOLED ekranligi uchun tushadi. Lekin 6 ga 128 o'ta tez telefon, 1 million 100 ming so'mga mana shu turishda siniq holatda. Samsung Note 10'imiz bor. 1 million 800 deyapmiz, 1 million 700 qilib beramiz. 12 256 GB. Hamma yo'g'i zo'r, kamerasi mana zashtasi nima bo'lgan xolos, alishgan xolos. Kamera zashtasi, kameralari tiniq, ovozlari baland, plyonka, plyonka o'ralgan fonli oldi arqa bo'lib 1 million 700 ming so'm. A73 BG'lar ideal holatda, korobkasi yo'q lekin garantiyasi bor. 8 ga 128 talik, ikkita qora, ikkalasi ham 8 ga 128 talik uchun bu telefonlarimiz 1 million 800 dan qilib beramiz. Mana bunisi ham ideal holatda o'ta tiniq. 1 million 800 ming so'mdan ko'ringlar. Ishlatib maza qilasizlar, puliga arziydi 8 ga 128 talik uchun. Bunisi 6 ga 128, korobkasi bor, lekin 6 ga 128 talik uchun buni ham 1 million 800 qilib beramiz. Holatlari zo'r, hammasini holati zo'r. Yangidek ishlatib maza qilasizlar. 5000 amper batareya, AMOLED ekran bo'ladi. 6 ga 128 korobka dokument 1 million 800 ming so'mga mana. A73 BG, ikkita sim karta, ofitsial imeyka o'tgan, 5000 amper batareya, 1 million 800 dan tanlab olaverasizlar. Endi Infinix vahshiy boshqa tema deydi. Infinix Note 50 Pro sun'iy intellekt 90 voltli original zaryadchi, bespirodniy zaryadchiga ham 30 voltli bo'ladi. Manaqa karta hamma yo'q ichida. Holatini ham ko'ringlar. Haqiqatda yangidek ekan, o'zim qiziqib ko'rib oldim, talash tortish mana. Zo'r holat, haqiqiy ideal holatda. O'zi 2,5 million so'mga ham arziydi. Naushniklargacha bor даже mana yangidek. Original zaryadchi naushniklargacha bor, o'ta tiniq holatda. Bu faqat o'yinga emas, jon o'zimizga ishlatgan rasm, videoga ham zo'r. 12 operativ 256 xotira, 5200 amper batareya, 50 megapiksel kamera. Jon o'zimizga ishlatgan internetga, rasm, videoga, o'yinga, uydagilarga har tomonlama zo'r telefon 2,5 millionga arziydi. Obunachilarimizga 2 million 300 ming so'm qilib beramiz. Full komplekt holat. Endi Xiaomi 12 Pro'sini ko'rganmisizlar, BG'sini mana. Xiaomi 12 Pro BG 12 ga 256 GB dagi
korobkadagi zaryadchik yo'q ekan xolos. O'ta tiniq holatda. Ideal desa ham bo'laveradi. Вообще sarapinalari yo'q. 50 megapiksel kamera. Hozir ichkarisiga ham kiramiz. Bir edi paroli. Настройка, ekranlari ham toza ekan. Hech qanaqa bir dog'-pog' yo'q. Xiaomi 12 Pro so'raganlar juda ko'p edi mana. Xiaomi 12 Pro bu ancha kattaroq, zo'r telefon ekan. Ekranlar lekin avvalgi 256 GB xotira va batafsil ma'lumotlarga ko'ramiz. 12 GB operativ kamera bitta Snapdragon 8 Gen 1. Rasmiy yadrni deyapti-yu. 3000 Hz mi shunaqa versiya hamma yoq zo'r, xudo xolasa ofitsialniy imikalardan o'tgan holatda. Kimga kerak bo'lsa marhamat, 12256 Snapdragon protsessor. Telefonimiz 2,5 million so'mga ham arziydi. Bizga obuna bo'lgan obunachilarimizga 2 million 400 ming so'm qilib beramiz, xudo xolasa. Puliga arziydi telefonlar deganlar like bosib tashlaylar. Poco X6 Pro BG o'ta ideal holatdagisi. 12 ga 512 GB'ligi korobkadagi ment original 67 voltli zaryadchilari bilan inshaalloh telefonimiz ko'ringlar. Tiniq holatdagisi. Ishlatib maza qilasizlar, puliga arziydi bu xudo xolasa. Full komplekt holatda. Halim Smart do'konimizdan arzon narxlarda xarid qilishinglar mumkin o'rtoqlar. 2,5 million so'm qilib beraman. Oxirgi narxi 12 ga 512 talik 2,5 million so'mga vashida. Dahshat narx. Super. Xuddi shuni ozgina chaqa-chuqasi bor ham bor mana. Lekin bu ham 12 ga 512 talik 2,5 million deyapman, buni 2 million 400 qilib beraman. Hech manaqa chaqa-chuqasi borligi uchun shilingan joylar. Ideal 2,5 million so'm, 2 million 400 ga bunisi. Bu ham 12 ga 512 talik. Bu ham korobkadagi men zaryadchik bormi yo'qmi bilmayman. Galovkasini o'zi bor edi. Buni 2,5 millionga, buni 2 million 400 ga o'rtoqlar. Bundan tashqari ham telefonlar ko'p. Buguncha mana shu yangi kelgan yangiliklarni qo'ydim. Yangilari ham bor, rabochiylari ham bor. Bolajonlar uchun planshetlar, notebooklarimiz mana notebooklarni ham zo'rlar. 3 million 600 ga bor, ikkita, bitta yangi, bitta ozgina ishlangani, 1 million 200 ga bor, 512 xotiralik 1,5 terabayt, 256 taligi bor, 1 millionga 600 ming so'mga ham bor notebook. Kimga qanaqa notebook mana shu ham rosa zo'r ekan, o'zimga yoqdi men. O'zim ishlatyapman, iPhone tekshirgan, qaranglar mana отпечатkaga oladi. Yarimtaga. Вообще zo'r ekan. Ishlatib maza qilasizlar, puliga arziydi, xudo xolos. Kimga qaysi telefon ma'qul kelgan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Bizi maqsadimiz, oliy maqsadimiz deydi-yu. Niyatimiz, maqsadimiz xalqni o'ziga mos, o'zi xohlagan telefonga yetishiga xizmat qilish. Sababchimiz xudo xolasa. Ko'ringlar, tavsiya qilamiz. Hammasiga barter xizmati ham bor. O'zida telefonlar yaxshi bo'lsa, olib kelasizlar, raziyasini plyus minusini kelishamiz, sotib olaverasizlar. Naqd pul muddatli to'lovga xarid qilsanglar bo'laveradi. Ish haqqisi borlarga O'zbekiston bo'ylab aytgan joylarga chiqarib beraveramiz любой telefon. Shunaqa, agar sizlarda qanaqadir telefon bo'lsa ham, sotib olaveramiz. Aloqaga chiqinglar, telefon, planshet, notebook ham sotib olamiz. Kimga qaysi telefon yoqqan bo'lsa, albatta zakaz qilinglar, sotib olinglar, o'zingizlarga yaqinlarga sotib olasizlar. Xudo xolasa Telegram kanal silkasini qoldiraman, kirib obuna bo'lib qo'ysanglar, yangiliklarni birinchilardan o'qib ko'rasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar.